Biznesni boshlash bu jasorat, uni rivojlantirish esa imkoniyatdan unumli foydalanishdir. Azat Mustafayev ham Qoraqalpog'istonda o'z biznesini boshlab, davlat tomonidan yaratilgan imtiyozlar va qo'llab-quvvatlashlardan foydalanib, hozirda 4 ta yirik biznesni yo'lga qo'ygan tadbirkordir. Hozirgi kunda 4 taraf bo'yicha ishlab o'tiribmiz. Biday unumlarini qayta ishlab, makaron unumlarini ishlab chiqaruv, chorvachilik mollari uchun o't yem ishlab chiqaruv, ham 4-chi jamiyatlik ovqatlanish. 17-yillari prezidentimizning Qoraqalpog'iston ham Xorazm viloyatlarini ishlab chiqaruv uchun yengillik berdi. Yengillik bo'lganda birdan-bir to'lov solig'ini to'lovdan ozod ettirdi. So imtiyozdan foydalanib birinchi un zavodimiz, biday qayta ishlash zavodimiz qurdik. Hamma uskunalarni bari Turkiya mamlakatidan olib keldik. So olib kelganda de жаңағы tamojen to'lovlaridan yengillik berildi. Hamma to'lovlardan ozod etildi. Ikkinchi zavodimizni qurdik. U vaqtda prezident postavleniyasi chiqdi. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida. So bizning korxonamiz ham kirib, so'g'an nedan algan kreditimizning 40%ni to'lab berdi. Har bir qaror ortida mas'uliyat bor. Har bir qadam ortida o'ylab qilingan tanlov. Vaqt o'tishi bilan tajriba to'plandi, ish uslubi shakllandi. Biznes faqat rivojlanibgina qolmadi, balki turli yo'nalishlarda o'z yo'lini topdi. Bugun esa bu yo'l mustaqil va barqaror biznesga aylandi. Yengilliklardan foydalanib 2-3 мысалы 5 yilda qoplayotgan bo'lsa, o'zining prezidentning bergan yengilliklari hisobidan 2 yilda qoplanib, 20-yil ikkinchi zavodni quruga bel bayladik. Ham o'g'ilgada kreditning prosentini qoplab beru qaror chiqarib berdi. Shu vaqtda bizning Atiyaj Gulzar javobgarlik jamiyati kirib, so'l nedan foydalandik. Makaron fabrikamiz ham birinchi o'zi Turkiya texnologiyasining Turkiya uskunalarini olib keldik. Senimli yaxshi bo'lgandan keyin so jamiyat bilan kelisim shartnoma tuzib, ikkinchi liniyaning uskunalarini ham so Turkiya firmasini oldik.